Assalomu alaykum do'stlar. Sayfish Buxara kanali yana sizlar bilan. Bugun biza Buxorodagi eng mashhur eski baliqchilardan Alisher akani uylarida biza mehmonda. Do'stlar, obzorni oxirigacha tomosha qiling, oxirida eng qiziq joyi bo'ladi. Do'stlar, mana biza Alisher akani endi bu kishi kamtarlik qilib mini razvoyni deyaptilar, lekin tan olish kerak, bu kishining ob'yomlari kam emas. Juda ham daji kam emas. 3 tonagina bo'ldi. Mana Alisher akani shaxsan o'zlaridan ozgina suhbatlarni olamiz. Podpischilar bilan salomlasangiz bo'ladi Alisher aka. Assalomu alaykum. Yaxshi yigitlar. Sizlarni mini razvodiyamizga xush kelibsizlar. Mayli tomosha qilinglar. Bizlarga mushtarak gaplarimiz yo'q. Biroq savol javob bo'lsa bemalol javob beraveradi. Mana bugun Alisher aka barcha sirlarni ochib bermoqchilar. Bu kishini bugun savolga tutamiz do'stlar. Alisher aka, men bu yoqdan baliqchilarni syomka qilaman-da, sizni savolga tutaman. O'zi akvariumga qachondan boshlangan? Shu haqida bir zo'r savol bo'ldi. 8 yoshdan, 7 yoshdan bitta akvarium bor edi. Rahmatli odam bitta tilla baliq olib berdi. Shundan boshlangan. Shundan beri tugagani yo'q. Orqadagi 3 ta akvariumni oling. Ana shu 3 ta. Ana shu 3 ta akvarium doim bo'lgan. Mana do'stlar, bular legendarni akvariumlar ekan. Eski davrdan. Mana shu akvariumlar bilan boshlagan ekanlar Alisher akamiz. O'z shu bilan bitta akvarium, ikkita akvarium, 3 ta. Shunday. Endi pensiyaga chiqqandan keyin avvalasi 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri bemalol o'rganyapman. Mana do'stlar, Mermak ham ertangi sektor yomon. Alisher aka, hozirgi akvarium bilan shug'ullanuvchi yoshlarga nima deb tavsiya bergan bo'lardingiz? Akvariumga shunchaki bu hobbimi yo bundan pul ishlasa ham bo'ladimi? Endi qanday ishlash? Kimga qandaydir, menga uchun ko'proq hobbi uchun pul ishlash kerak. Birinchi hobbi, endi bilan gardalar qilmay, chunki bilasizlar bizda O'zini o'zi qoplaydi. Svetga boshqa pul berib ovqatlar qilmadir. O'zini qoplaydi, bir so'miksin qoladi ham mayli. Ham yomon emas. Unda hobbi ham pul keltirsa bu zo'r. O'ziz hobbi bo'lmaydi. Shunday. Do'stlar, bo'lmasa razvodiyani bir boshidan boshlayman syomka qilishni. Alisher aka menga bunga yordam berishadi. Alisher aka, birinchi stilajimiz, mana stilajni boshdan yo'q ko'rsataman. Birinchi stilajimiz mana shu akvariumlar. Xo'p. Bu gupi. Mixdan adashmasam. Mix. Seleksiya qilishga vaqt yo'q. Времени нет, у нас seleksiya akvarium ma'lum. Mix gupilar. Mana bu yerda do'stlar, blok ternetsalar, blokfishlar. Mana ranglarini do'stlar e'tibor beringlar. Kichkina bo'lganiga qaramasdan uje ranglar yorqin bo'lib kelyapti. Sizlar o'ylaysizlar, bizni zoomagazinlarga ternetsalar qayerdan ketadi? Na. Alisher aka kamtar insonlar, lekin men bilaman bu kishini. Bu kishini nimaga qodirligini ham bilaman do'stlar. Mana stilajimizning ikkinchi qavati. Ternetsalarni yashil va ko'k ranglari juda ham soni normal, ko'z tegmasin, barakasini bersin. Bu yerda biror narsa bormi, Alisher aka? Bu yerda ansitruslar bolalar. Ansitruslarning bolalari bor. Yuqoridan ko'rsataylik. Mana do'stlar, malokchalar, sariq rangdagi ansitrusning bolalari. Bu yerda nimani bolalari? Bularmi? Ternetsalar. Bular o'zi bo'yincha har xil ranglarda, hamma akvariumda har xil rang. Oddinlar bu. Ternetsani bolalari ekan do'stlar. Mana orqa fonda bizda skalyarlar bor. Mana chiroqni yoqdik do'stlar. Skalyarlarni ko'rsatib bo'ladi. Qora baxt bor.
Pinoy. Kechgacha qo'yganlar o'zlarini isitib tutmasalar ham baliqlar doim issiqda. Кто знает дядя Алишера, тоже ставьте лайк, комментируйте. Да. Всем знакомым привет. Знает многие, но меня очень мало кто видел. Да, да. Узбекистан, Кашкадарья, там, Хорезм, Всем привет. Самарканд, всем привет. Вот, Кто друзья, со мной? кто с Алишером Вот, знаком, кто с дядей Алишером работает уже давно, кто уже с дядей Всем Алишером. привет, ребят. Всем привет. Салам алейкум, yigitlar, yaxshimisizlar? Вот. Ishlaringiz davom et. Hammaga salom do'stlar. Alisher aka hammaga salom jo'natyaptilar onlayn tarzda. Mana davom etamiz. Do'stlar, mana bu ikkinchi stilajimiz. Mana legendarniy akvarium 70-yillardagi boshlab beradi. Bu yerda ham bir narsa bormi Alisher aka? Pastga ham, tepaga? Legendarniy akvariumning o'ziga. Yo'q, Bu- bu kosmos suv. Bu osmos suv ekan. Alhamdulillah. Do'stlar, malaklar uchun mana birinchi Nersavik kichkina akvariumda bu yerda Michinos yangi mehmonni kutmoqda. Alisher aka bilan birga. Mana bu yerda Bolalar. bolalari o'sha Michinosni adashmasam, Michinosning malaklari. Mana do'stlar, Mix suv. bu yerda mix 2 xil, 3 xil Michinos bor ekan. Tetik malaklar. Mana tepadan boshladik, stilaj tepasidagi akvariumlardan. Bu yerda qanaqa Bu yerda neon. neon bolalari bor ekan. Bir haftalik Bir haftalik mana o'zi harakat qilaman syomkaga fokusировать qilishga, fokusni to'g'rilashga. Do'stlar, menimcha ko'rindi sizlarga ham. Juda ham kichkina. Mana shu narsadan katta bo'lgancha Alisher aka o'zlari qaraydilar. Stilajdagi mana o'rta qatorni davom ettiramiz. Bu yerda bizda gupilar. Mana gupilar ham bu yerda menimcha o'zi shu yerda xohlagancha ko'payapti. Yoshlarga aytmoqchiman, yaxshilab terishtirgan. Kim o'zi ko'paytiraman desa agar, ana shunday gruppalarning ichiga обязательно rasteniya qo'yinglar. Endi qanday rasteniyalar bo'lsa, jillagan yerda o'zi tug'ib, o'zi katta bo'laveradi. Mana yangi boshlaganlar uchun Alisher akadan master class. Prosta gupini olyaptilar-da, shu akvariumga joylashtirib rasteniyani bu yerda. Realistik deb qo'yasizlar, shunday prosta. Svet bo'lishi shart lekin. Bolasi tug'iladi, arasiga yoshini oladi. 3 kungacha yeyib olsa, shundan yurib ketadi. 3 kun ichiga o'ziga keladi. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda haqiqatan ham ragalistik rasteniyaning ichida malaklar, yangi malaklar suzib yuribdi. 3 kun ichida agar ota-onasi yemasa, u yoqda o'zini o'zi eplab ketadi do'stlar. Haqiqatan ham sizlar bitta bilan ushlab olib, alohida radinlikka saqlashingiz shart ham emas deyaptilar Alisher aka. Prosta shunchaki gupini qo'yaverasiz akvariumga. Ragalistikni ham mana shu holatda joylashtiradi, все. O'zi bilan o'zi ko'payadi bular do'stlar. Gupini ikkinchi nomi bor, millionlik deyiladi. Millionta bo'lib ketadi. Faqat o'zlaringizga bog'liq. Mana bu yerda bizda уже bu yerda o'zi seriozli baliq do'stlar. Diskus. Endi yangi boshlovchilarga maslahat bermayman, sразу diskusdan boshlashni. Bu yerda para mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. O'zingiz mani ko'rib bular stressda ozgina. Egasiga uncha ahamiyat bermaydi bular, lekin men begonaman, bular taniydi. Egasini yaxshi taniydigan baliqlardan. Rangini ko'ryapsizlar, rangi super pantera deyaptilar. Alisher, mana kim diskusyon mutaxassisi yana kommentariyada yozasizlar do'stlar. Xato qilgan bo'lsam, mana ko'paymoqchi. Navushning ismini bilmayman, o'zim shu bilaman. Pantera. Navushning ismini kim biladi, yozinglar do'stlar. Mana shu. Kommentariyada. Mana stilajimizning oxirgi qatori. Bu yerda bizda neonlar.
razmeri уже maksimum darajagacha kelgan. Yo'q, maksimum yana bo'lar. Yana ozgina bo'g'ir deyaptilar. Kattalarni ham o'tkazasiz. Sotuvda ana shular уже sotuvga tayyor do'stlar. Kim olmoqchi bo'lsa, balki kim qiziqish bildirmoqchi bo'lsa, men videoni kommentariyasida Alisher akaning telefonlarini albatta qo'yaman. Bemalol telefon qilib buyurtma qilsangiz bo'ladi. Bu kishi Yandex orqali ham, boshqa taksi orqali ham butun O'zbekiston bo'yicha jo'natish imkoniyatlari bor. Va jo'natib ham o'tiribdilar, hozirda mijozlari bor. Mana do'stlar, ikkinchi stilajni oldik. Hozir uchinchi stilajga o'tamiz. Do'stlar, mana bu uchinchi bizda stilaj to'liq holatda. Mana va bitta ko'rsatishni boshlayman. Uchinchi stilajimizda mana akvariumda bu yerda bizda Michinos baliqlari adashmasam 2 santimetrga yaqin razmerda. Hali sotishga tayyor emas, lekin aktivni juda ham sog'lom, qorinchalar hammasi to'q. Xuddi meni qorinimda yarib kelganday. Do'stlar, kimga yoqgan bo'lsa like, mana bu Alisher akaning sirlari. Bu Alisher aka bulardan nima uchun foydalanasiz? Bu kichkina akvariumlardan. Ikramiyatlar shunaqa mayda avionni ikra olish, bola olish qulay. Ikra oladigan neon, ternetsiya shunaqa baliqlarni aynan shu kichkina akvariumlarda bu kishi tagiga setgacha solib, setkalarni ham ko'rsatamiz. Mana setkalari, mana o'sha akvariumning razmeridagi setkalar, mana shunaqa setkalarning ichiga solib, osmos suvlardan quyib, keyin tayyor bo'lgan paralarni qo'yaverishadi do'stlar. 3 kun bo'ylab qolgandan keyin ko'rinadim ko'rmasa kerak. Mana bu 3 kun bo'lgan ekan. Ikra ochilganiga menimcha bizni kamera bu kichkina ochilgani 3 kun bo'ylab qo'yganiga ikra 3 kun qo'ygan. Qaysi qanaqa baliqning ikrasi? Neonning ikrasi ekan do'stlar, mana kameram olmasa kerak. Ham bor lekin ko'rinadi. Olmasa kerak. Oq bo'lgan ikralarni lekin ko'z bilan ko'rganda ko'rinyapti. Oqargan ikralari ham bor. Yani oqaradi. Endi neon shunaqa juda ham kichkina baliq bo'lib, ikralari ham juda ham kichkina. Mana bu yerda bizda menimcha bu neon производителлары, ota-onalari. Maksimal razmeri mana bu 4,5 cm. 4,5 santimetrlik neonlar do'stlar. Yaqindan ko'rsataman. Aynan mana shulardan Alisher aka olib ko'paytiradilar. Mana bu yerda kelgusidagi ota-ona uchun tayyorlayotgan skalar paralari bo'lsa kerak. Bu kishi tayyor paralari bor va kelgusida yangi paralarni tashkil qilish uchun shu yerda skalarlarni jamlab qo'yiladi do'stlar. Keyin bu yerda bular katta bo'lgandan keyin bir-biri bilan para bo'lib, yangi paralarni hosil qiladi. Bu sirlarni men Alisher akadan o'g'irlab sizlarga aytyapman do'stlar. Mana bu rastiniga ahamiyat beringlar. Echinodorus bu juda ham go'zal bir o'simlik. Juda ham barglari katta do'stlar. Mana bu stilajda bizda michinoslarimiz bor. Dikki michinosni ko'ryapman. Kubinskiy michinosni ko'ryapman do'stlar. Va neonlar bor ekan. Va mana bu yerda mana michinoslarimiz bor do'stlar. Ular podrastkovoy razmer 2 santimetrlar atrofida, 2,5 santimetr atrofida. Alisher aka, bu pastdagi akvarium bromasi bormi? Yo'q. Подготовка bo'lgan, ko'rgan akvariumlardan chernishkada cho'kib birinchi stilajdagi ternetsiyalarning bolalarini bu yoqqa ko'chirish uchun suvni tayyorlayaptilar. Mana bu yerda do'stlar michinoslar. Razmerlari katta. Bular sotish uchun o'zingiz uchun juda ham razmeri katta, o'zi tayyor, ko'payish uchun tayyor bo'lgan michinoslar kerak.
Yo'ralar do'stlar, qaranglar, Kubinskiy doimimiz magazinda chiqmaydi. Kubinskiy michinoslar, razmerlari katta-katta, gigant versiyalar kimga kerak bo'lsa, Alisher akaga murojaat qilasizlar do'stlar. Va shu qatorda stilajda bo'lmasa ham yerda bor ekan. Katta akvarium juda ham va bu yerda ham sariq va yashil termetsiyalar do'stlar. Soni kim biladi do'stlar qancha bu yerda bor? Savol osmondagi yulduzlar. Do'stlar, kimga yoqqan bo'lsa, Alisher akani qo'llab-quvvatlanglar, like bosinglar. Bu esa shu videoni ko'proq tarqalishiga va kimgadir bu baliqlar kerak bo'lgan bo'lsa, aynan o'sha odamga bu video yetib borishiga yordam bergan bo'lasizlar. Do'stlar, bu xonamizdagi menimcha oxirgi akvarium. Bu yerda skalarlarni davomi mana sotilgan o'zi ketadi. bular уже sotilgan, o'sha uchun Alisher akamiz buni alohida olib qo'yganlar. Sotilgan, oldindan sotib olib qo'yadigan mijozlari ham bor do'stlar. Do'stlar, mana bu ikkinchi xonamiz. Bu kishi kamtarlik qilib kalidor dedilar. Kimdir uchun bu xona do'stlar. Lekin bu yer o'zi baliqlarning elitasi do'stlar. Bu yerda o'zi luks baliqlar, nima deydi, premium klassdagi baliqlar, premium klassdagi rasteniyalar mana do'stlar sotuv uchun hammasi do'stlar, sizlar uchun sifatli baliqni doim ham zoomagazindan topishning imkoni bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun men sizlarga mana kimdan olish mumkinligini podskaska qilyapman, quloqlaringizga shipshityapman do'stlar. Juda ham sifatni yaxshi ko'radigan, bugun olib ketsam ertaga o'lmasin, o'lmaydimi deb o'ylaydiganlar uchun sog'lom baliqlar kerak bo'ladigan baliq ishqibozlari bor do'stlar. Mana bu michinoslarga bir ahamiyat beringlar do'stlar. Zilyon michinos, bunlarga e'tibor beringlar, qilichlarga e'tibor beringlar buni. Bilmadim kamera bu ranglarni ko'rsatyaptimi yo'qmi, lekin Alisher akaning uyiga mehmon bo'lib, bu narsalarni, bu go'zallikni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishlaringiz kerak do'stlar. Mana shu ko'rsatilgan Ixnodorus rasteniyalarni bolalari sotuvga tayyor do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, juda ham go'zal akvarium ekan do'stlar. Mana bu yerda kreslosi ham bor. Bu yoqqa o'tirib prosta bitta relaks muzikani qo'yasizlarda, ketdingizlar, trayol surib, baliqlar olamda sho'ng'ib yuradiganlar uchun do'stlar joy ekan faqatdan. Bu akvarium necha litr? Bu 280 yo'q, 480 litr. 280 litrlik juda ham bir katta razmerdagi do'stlar akvariumimizni ko'rib o'tiribsizlar. Skalarlarning hammasi sotuvda, juda ham bir go'zal manzara do'stlar. Bu narsani telefon kamerasi bilan sizlarga yetkazib bo'lmaydi do'stlar. Bu narsani faqat kelib ko'rishlaringiz kerak. Mana pastda bu yerda men ko'ryapman, qora malineziyalar bor ekan. Valifera ham bormi nima bor? Qora valifera fitnesslik. Yuribdi. Mana Mix bo'ladi. Xudo xohlasa shulardan seleksiya chiqaramiz. Valifera bilan erkak valifera erkak valifera bilan moda malineziyadan mix qilib chiqarmoqchilar. Bu ham bir eksperiment sifatida menimcha zo'r baliqlar chiqsa kerak. Bu akvariumda bir narsa bormi? Ansitruslar. Ansitruslar, ular menimcha o'zi uxlab tixichasida dam olib o'tishibdi. Bezovta qilmaymiz do'stlar. Mana shunday akvariumlar joylashgan biz xonada do'stlar. Ko'rib maza qilinglar. Juda go'zal manzara. Hali davom etamiz. Bundan da qiziq joylari bor do'stlar. Do'stlar, mana bu akvariumdagi baliqlar
juda ham go'zal va juda ham razmeri katta. Bu baliqlar Alisher akani maxsus o'zlari uchun saqlangan baliqlari. O'zlari uchun akvarium bu, relaks uchun do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Razmerlarni, ob'yomlarini, skalarini rangini qaranglar do'stlar. Вообще go'zal. Bu ramyor qaranglar do'stlar. Razmeri katta. Kelajakdagi производителlar, ota-onalari baliqlarni juda ham go'zal akvarium do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida juda ham qiziq bir yangilikni aytaman do'stlar. Do'stlar, oxirida sizlarga aytadigan yangiligim, Sayfish Buxara kanalidan kim kelsa Alisher akaga bu kishi shu kanal a'zosi uchun любой baliqqa izlating Alisher aka. Kelinglar, podpisatsiya qilinglar Sayfish Buxarashga. Podpisatsiya qilganlaringizni ko'raman, agar qilgan bo'lsangiz, mayli kelinglar, skidka qilib beraman. Mana do'stlar, skidkasi bu. O'zimizning hurmati bor, mayli keling. Sayfish Buxara nomidan kelganlarga baliqlarga skidka bor do'stlar. Bitta yarimta baliq sotib olaman deb emas, endi bir baquvvatroq bo'lib kelinglar do'stlar. Alisher akaning aviolarini ko'rib o'tiribsizlar. Bu yerda Hazil akaning avioni emas. Kimlar zoomagazini bor, kim Optimga baliq olmoqchi, Alisher aka pakrubni skidka qilaman deyaptilar do'stlar. Zo'ridan qilaman deyaptilar. Hech kim unaqa sotmaydi do'stlar. Alisher aka nomerini bilasizlar. Bilgan biladi do'stlar. Ishlaringizga omad. Salomat bo'linglar. Like, podpiska unutmanglar.